Trading yo'nalishida ustoz tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Ustoz tanlashda birinchi bo'lib turib xarakteri tushadigan inson topish kerak. Keyingisi natija qilgan inson topish kerak. Faqat uzoq muddatda natija qilgan inson bo'lish kerak. Xarakteri birinchi o'rinda bo'lish kerak. Chunki odam bilan odam chiqish olmaydigan bo'lsa, ming kuchli trader bo'lsin, ular kelisha olmaydi. Bilim bo'lisha olmaydi. Ikkinchisi shu yaxshi natijaga erishgan bo'lish kerak. Uchinchisi shu tanlagan insonni haqiqatda xotirjamlikda ushlagan holatda psixologik kuchli inson bo'lish kerak. Bugun vibe boshqa daraja. Ritmga tush, eskil anjan. Assalomu alaykum, Anjanchaga podkastimizda bugun mehmonimiz trading sohasidagi investor va savdogar Saddam aka bo'ladi. Xush kelibsiz aka. Taklif uchun rahmat aka. Hozirgi kunda sizni yo'nalishingiz Andijonda qanaqa qiziqish uyg'otdi? Hozircha nafaqat Andijonda, butun O'zbekiston bo'yicha juda keng ommalashgan soha bo'lib, ikki lagerga bo'linib qo'ygan sohalardan birida, bitta lagerda XBetga o'xshab, deylik, qimor o'yiniga o'xshab, bir kirishda katta summa qilaman deganlar bir tarafda, ikkinchi tarafda u kam qismi savdo qilaman deb kam qismi stabil dohodga o'tirishgan. Qaysi biri to'g'ri? Albatta u stabil dohoddagi to'g'ri bo'ladi, chunki risk kam. Uzoq muddatga to'g'ri yo'nalish bo'ladi shu. Aynan bu bozorda meni bilishimcha mana pul mana qog'ozdagi bu yo'nalishga qanday pulini tikadi, qanday investorlik qiladi? Bu yo'nalishga 2-3 xil o'zi nimalari bor. Yordamchilari desak ham bo'ladi. Birinchisi bu bank, ikkinchisi bu kripto kashflowlar orqali, kriptovalyuta orqali to'ldirishga bo'ladi. Bankka keladigan bo'lsak, bankka borib pul solib, shot ochib, karta solib, karta orqali brokerga pul o'tkaziladi. Broker bizni katta bozorga savdo qilgani yo'naltiradi. Hozirgi kunda shuni ko'ryapsizki, tradingda internetlarda kurslar ko'payib ketgan. Siz ham bu kurslarni qilganmisiz? Boshlagan paytlarimda juda katta spros bo'lgan. Shu paytda men adashmasam 30 ta yo'q 40 ta odamni o'rgatganman onlayn. O'zim chet elda bo'lganman, o'rgatganman. Hammasi yaxshi, natijasi zo'r bo'lgan. Lekin oxirgi 2 yil, 3 yil ichida umuman nima qilganim yo'q. Kurs qilganingiz yo'q? Kurs yo'q, hech kimga o'rgatganim yo'q. Vaqt ham yo'q bu narsaga. Biz komanda bilan ishlab o'tiramiz. Hozirgi kunda aynan siz sohangizni o'rganuvchilar, o'rganmoqchi bo'lganlar ko'pmi aka? Juda ko'p. O'zbekistonda ham, Andijonda ham, chet elda endi har doim bo'lgan. Nima maqsadda o'rganadi asosiy? Asosiy ko'proq moddiy yordamga muhtoj insonlar ko'proq holatda kirishadi bu sohaga. Eng katta xatolardan biri qarz olib kirishadiganlari bor, kredit olib kiradiganlari bor. Eng katta xatolardan biri. Biz trading shunaqa sohaki, asosan psixologiyaning ustidan qurilgan desak bo'ladi, 80%, 90%. Psixologiyamiz shunday ishladiki, odamda agar xotirjamlik bo'lmasa, savdosi yurmaydi. Analiz qilamiz biz, grafik bilan ishlaymiz. Grafikda analizda ko'z yaxshi ko'rmaydi, chunki psixologiyasi chataq. Uni tagida turgan narsa bu qarz, xotirjamligi yo'q. Qarz tezroq yopishim kerak. Vaqt kelyapti. Shunga o'xshagan va hokazo narsalardi. Evaziga savdosi yurmaydi insonda. Shunaqa yo'nalishlarda kirgan. Ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. Nimaga masalan bir xil joyda bir xil savdo qilyapman, nimaga meni ishim yurmayapti ekan desa, o'zimni orqa oldiga qarasa, o'zi xotirjamlik yo'qolgan insonlar bo'ladi. Demak, shuni bildimki, bu yo'nalishga o'zini bosib olgan va o'zini xotirjam inson, kontrolli kuchli inson kerak bo'ladi. Keyingina savdo qila oladi. Shunda savdosi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam o'zini nervini yoki asab bo'lgan xarakter bor odam shunda bu savdo qila olmaydimi? Qimorga moyilligi bor insonlarga men umuman taklif qilmayman bu sohani. O'zi bu yo'nalish qimormi? Yo'q. Bu hammasi analiz
orqali savdo qilinadigan soha. Aynan bu sohaga kirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Avvalo inson birinchi bo'lib shu xotirjamlik aytganimdek, psixologik kuchli inson bo'lish kerak-da. Psixologik o'zini o'zi bosib olgan, kontrolli kuchli inson bo'lish kerak. Keyin благодарность, shukurni ko'proq qiladigan inson bo'lish kerak. Nimaga desangiz, mana ko'pchilik jinday foyda qilsa, shukr qilib savdosini to'xtatadi. Lekin nafsini kontrol qilmagan inson yana topaman, ustiga ko'proq ishlayman deb, ko'proq summasini minus qilib qo'yadi. Aynan trading sohada savdo qilish uchun qanday uslublari bor? Masalan deylik, oltinga yoki kumushga deydi, shunga qanaqa savdo qiladi, nimaga sotadi, nima oladi? Meni o'zim keladigan bo'lsa, men faqat oltinda savdo qilaman. Oxirgi 1,5 yil ichida faqat 95% oltinga o'tib olganman. Endi strategiyalari ko'p. Agar strategiya haqida gaplashadigan bo'lsak, strategiya degani bu o'ziga yarasha zonalari bo'ladi, odamlar kirish nuqtalari, chiqish nuqtalari bor. Strategiyalar juda ko'p. Deyarli katta qismini men o'zim to'liq o'qib bilib chiqqanman, qanaqa ishlashlarini bilaman. Lekin kuchli treyderlar biladi, что hamma strategiyani bilgani bilan o'ziga moslab olmaydigan bo'lsa, o'zini xarakteriga to'g'rilab olmaydigan bo'lsa, strategiyani plusga chiqishi qiyin bo'ladi. Davomiy plusga chiqishga. Aynan bu sohani siz qachon boshladingiz? Birinchi kirgan yilim 2018-2019 yillari kriptovalyutada kirib, Bitcoin endi chiqib kuchayotgan paytlar edi shunda. Shunda boshlaganmiz kriptovalyutada. Bu trading sohani uzoqqa borishligini siz bilasizmi? Endi tarixga qarasak, hamma yoq moliya bozoriga o'zi ulangan. Ekonomikani, dunyoda ekonomikasini boshqaradigan narsalardan biri bu, eng kuchli narsalardan biri bu o'zi moliyaviy bozor bo'ladi. Shunga qarab ekonomika pasayadi yoki ko'tariladi. Tushunarli. Shunday hisobiga uzoqqa borish kerak. Faqat oltin bilan kumush bormi? Bu boshqa juda ko'p paralari. Shuni men asosiy eng bazasi xullas oltinda endi. Eng oltinga qadaladi. Masalan 100 ta para bo'lsa, 100 ta deylik savdo qiladigan nimalarimiz bo'lsa, instrumentlarimiz bo'lsa, oltin savdo harakat qilib qo'ysa, ularda o'sha nima bo'laradi, o'zgaraveradi. Siz yo'nalishi bir odam boshlasa, qanaqadir ikkinchi yo'nalish yoki qanaqadir ikkinchi ishi bilan teng olib ketsa bo'ladimi yoki faqatgina bu ishni qilish kerakmi? Olib ketsa bo'ladi. Olib ketsa bo'ladi. Lekin yana psixologik ustойчивый inson bo'lsa, ustойчивый o'zbekchasini bilmayman. Psixologik kuchli inson bo'lsa-da endi xotirjamlikni ushlab olish kerak. Deylik, masalan, biror joyda masalan ofitsiantlik qilib ishlayapti deylik. Yosh treyderlar, endi treyder bo'lmoqchi bo'lgan ofitsiantlar ko'p, masalan, yo taksist bo'lsa, ofitsiantlik ishi tradingga xalaqit bermaslik kerak yoki bo'lmasa naborot. Tradingga bu asosiy ishiga xalaqit bermaslik kerak. Endi asosiy ishdan qachon chiqib ketish kerak degan savolga trading o'zi mukammal o'rganib, masalan 6 oylik yoki 1 yillik natijasi положительный bo'ladigan bo'lsa, plusga chiqqan bo'lsa, o'ziga deylik bir 2 yillik pulni, 2 yillik rasxodini pulini to'plab qo'ygan bo'lsa, asosiy ishdan chiqib ketsa bo'laradi. Chunki bedagi sarflanayotgan vaqtdan ko'ra bu tradingni ko'proq daromadga chiqqan payt bo'ladi-da. Bu tanlagan yo'nalishingiz kuningizni qancha qismini oladi? Kunimni ertalab turgandan beri hisoblaydigan bo'lsak, 40%, 50% vaqtimni oladi analiza. Lekin shu 40%, 50% dan bitimga kirib chiqib ketishim deylik 20 minut yoki bo'lmasam 1 soat vaqt ketadi. Bu sohani plus va minus taraflarini aytib bering. Plus taraflaridan boshlayman, minus taraflaridan boshlayman. Minus taraflaridan boshlayman. Sizga qaysinisi yoqsa? Minus taraflaridan boshlayman, chunki minuslari stress, katta stress bo'ladi. Ba'zida masalan o'zimga vaqt ajrata olmay qoladigan holatlarim bo'ladi, chunki shunaqa bitmay kirib olgan holatlarimda sportim qolib ketishi mumkin, oilaga kamroq vaqt ajratishim mumkin, oshna og'ayniga deylik, shu vaqt stress. Bo'ldi, menimcha asosan
shu. Meni pluschi. Plusga keladigan bo'lsak, endi pluslardan eng birinchisi bu erkinlikda. Masalan, men bugun Andijondaman, ertaga masalan chet elda bo'lishim mumkin-da. Lekin ishim ketaveradi. Menga bitta notebookim kerak bo'ladi, MacBook. Savdo qilib yuraman, masalan, Rossiyaga boraman, yoki Aziyaga qarab ketamanmi? Savdom u yerda ham bo'laveradi. Trading soha tushunarli. Trading sohasi O'zbekistonga kirib kelish jarayonida boshida ota-onalar u mashinani yo'nalish, bu sohani tanlaysanmi deb boshlashganda, hozir qanaqa fikr o'zgarishdi? Hozir ham bunaqalar bor, ko'p. Endi ularni ham tushunsa bo'ladi. Chunki ko'p treyderlar noto'g'ri taraflama ko'rsatishganda tradingda. Masalan, undan qarz olgan, bundan qarz olgan, o'zi minus bo'lib turib, oxiri qarzga kirib ketib, boshqa ishga o'tib ketganlari bor. Shularni primer qiladi-da. Primer qilib, treyderlarga ko'p narsa bog'liq. Professional treyderlarga ko'p narsa bog'liq. Masalan, professional treyder bo'lsa, deylik, o'zi to'g'ri yo'nalish ko'rsatadi. Buni ishlasang to'g'ri, mana ishlasang noto'g'ri deydi. Lekin oddiyroq treyderlar jinday narsani, jinday bilimga ega bo'lgan holda keraksiz informatsiya beradi-da. Masalan, $1000 dan 10,000 ko'rasan, sen $100 dan $1000 ko'rasan bir kunda degan narsani miyaga qo'yib beradi. Lekin u narsa masalan 1000 tadan bitta odamdan bo'lishi mumkin, qolgan 999 tasi minusda. Shunaqa insonlar deb turib, qolgan insonlarning miyasida masalan bu sohada pul yo'q yoki bo'lmasam ular aldoqchi degan fikr paydo bo'lgan. Hozir ham bor. Chapana savdogarlar topgan daromadini, foydalarini yana daromadiga tikadi, yana ham ko'paytirishni o'ylaydi. Tradingda qanaqa bu holat? Tradingda bu holatda aqliy treyder nima qiladi? O'zini balansini topadi. Masalan, kimdir balansi $1000, $1000 ga yaxshi savdo qiladi. Kimdir balansi 10,000 bo'lishi mumkindir. Psixologik balans demoqchiman-da, pulga. $10,000 ga o'zini yaxshi his qiladi. $10,000 balansi bor, masalan, plus qildi yo minus qildi, savdoni to'xtatdi. Endi yana ham kuchliroq, psixologik kuchliroq insonlar, o'zi kattayganlar 100 millionlar bor. Undan yuqorilari bor. Endi balans topgan holatda deylik, masalan, $10,000 men uchun yaxshi balans, $10,000 pastdan savdo qilaman. Ishirishim ham kerak emas, masalan, kamaytirishim ham kerak emas deylik. $10,000 balansda savdo qilyapti. Deylik, mana bu oyda $2,000 plus qildi $10,000 ga. 20% deylik. 2,000 ni chiqaradi, 10,000 ni dasmayasi qolaveradi. 10,000 shu biznes instrumenti xullas. 10,000 bilan boshladi. Oyda boshida 10,000 edi, oyda oxirida deylik 12,000-13,000 bo'lib qoldi. Foydasini so'radi. Qolgani xuddi shunday biznes instrument sifatida qolaveradi o'zining balansida. Keyingi oyda ham davom ettirib ketaveradi. Bu yo'nalishda qaysi kunlarda bozor eng yaxshi bo'ladigan kuni bo'ladimi? Masalan, mana shu kuni bozor yaxshi bo'ladi deb. Ya'ni tarixga qaytilinadi unaqa narsaga. Tarixda deylik, masalan, dushanba kuni qiyin kun. Chunki haftaning boshlanishi yoki bo'lmasam oyda boshlanish, yilda boshlanish yoki tugash xuddi shunday. Haftaning boshlanishida jinday deylik tushunarsizroq holatlar yuzaga keladi-da. Seshanba, chorshanbalarga уже bozorda уже tushuncha paydo bo'lishni boshlaydi. Ko'ramiz, yaxshi yuryapti bozor. Analizlarimiz yaxshi o'xshayapti. Sal nimani gazni qo'shaveramiz-da. Endi haftaning oxirida ehtiyot bo'lish kerak. Chunki hafta davomida berilgan summani haftaning oxirida yo'qotib qo'yish ehtimoli va yuqori bo'ladi. Xuddi shunday oyda boshida boshlasham, oyda oxirida boshlasham. Tarixga agarda qaytadigan bo'lsak, tarixda analiz qiladigan bo'lsak, har doim yilni boshi yoki bo'lmasam oyni boshi, haftani boshlari sal qiyin bo'ladi. O'ziga kelib olgungacha. Shu holatni o'tkazib olgandan keyin o'zi bozor o'zi chizilib chiroyli bo'lib qoladi. Shunda savdoni davom ettiriladigan bo'lsa yaxshi. Tushunarli. Tradingda qanaqa insonlar plyus yuradi? Foyda yuradigan insonlar asosan eng chuqur temada bu. Biz O'zbekistonda ko'pchilik gapirmaydi bu narsani, lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin hamma keladi shu narsaga. Hamma treyderlar eshitib olgani yaxshi hozir. Keyinchalik tushungandan ko'ra. Trading shunaqa narsaki, hayot tarzimizni aksariyati. Deylik, biz sog'lig'imiz chatoq, ko'chadan qarzimiz bor, ulgurmayapmiz. Deylik, bitta gap gapirdik, shu paytga biz aytgan paytimizga qilamiz deymizda, yo'qsa kech qoldiramiz. O'zimizga qaramaymiz, ovqatlanishimiz chataq, sportga bormaymiz. Hayot tarzimiz qancha chataq bo'lsa, minus tarafga yuradigan bo'lsa, trading ham shunga qarab yuradi. Xotirjamligimiz yo'q. O'sha ko'cha-ko'yda ham mana bemalol yuramiz, maza qilib yurolmaymiz-da.
tradingdagi savdolarimiz ham shuni aksariyati bo'laveradi. Любой traderdan so'raydigan bo'lsangiz, deylik, savdo qanday bo'lyapti? Masalan, bugun zo'r bo'lishi mumkin. Ertagachi, ertaga yaxshi bo'lmashi mumkin, ertaga minus bo'lishi mumkin. Agar hayot tarzini qaraydigan bo'lsak, shu insonda yo qarz bo'ladi yoki bo'lmasa o'ziga qaramagan bo'ladi, qandaydir hayot tarzini zo'r olib yurmagan inson bo'ladi. Endi agarda foyda yurmoqchi bo'lgan traderlar, deylik, masalan, ertalab vaqtli turgan, uyqusi zo'r bo'lgan, o'ziga vaqt ajratgan, oilasiga vaqt ajratgan, masalan, ovqatlanishi zo'r bo'lgan, to'rtgan narsani yeb ketavermaydi. Gaplarga javob bergan, qarzi yo'q, xotirjamligi zo'r insonlarni zo'r savdosi bo'laveradi, traderlarda. Demoqchimanki, bizni tradingdagi savdomizni natijasi bizni hayot tarzimizni aksariyati. Hayot tarzimiz qancha chiroyli bo'lsa, shuncha savdomiz ham yuraveradi. Tradingdan to'ngashni kerak yo'qda minusda. Agar minus qilib oldim, demak, uni qanaqadir zaruriyat joyi bo'lgan. Qarzga berish kerak. Qarz berish kerak, vaqtiga ulgib qolish kerak. Yoki bo'lmasam shu paytda yaxshi uxlamagan, miyasi yaxshi ishlamaydi, psixologiya yaxshi ishlamaydi, miya yaxshi ishlamagan hisobiga grafikda yaxshi ko'rmagan, minusga qarab ketdi. Qarz deganingizga traderchilardan qarz so'raydiganlar ko'pmi? Juda ko'p. Juda ko'p. Hali puli ko'p deb o'ylaydimmi rostdan ham sizlarni? Endi puli ko'p deb natijaga qarab aytilsa kerak. Masalan, biror nimaga erishilgan inson bo'lsa, masalan, farqi yo'q qaysi sohada. Deylik, ba'zi потребностьlar yopilgan bo'lsa, masalan, mashinasi bor, uyi bor, deylik, zo'r yuradi, restoran yuradigan insonni hamma puli ko'p deb biladi o'zi. Shuni hisobiga pul so'raydiganlar ko'p bo'ladi. Shu narsasini ko'rsatib yurgan insonlarda. Shulardan qarz so'raydimi? Shulardan ko'proq qarz so'raydi. Endi statistika bo'yicha shu insonni ishlari zo'r ketyapti ekan, rasmlar qo'yibdi. Shundan pul so'rab kerakchi, balki chiqib qolar, yordam qilar degan. Qarz so'raganga berasizmi? Qarz so'raganga pulni iloji boricha kechaveradigan pulimni beraman. Deylik, 10 so'm so'rasa, 1 so'm, 2 so'm berib beraman. Что keyinchalikka masalan qaychiga umid qilmayman. Keyin qaytar deb turib urushib, o'zim ham asabim buzib, vaqtimni ketkazib yurmayman. Bu trading sohada ham ustoz shogird degan an'analar bormi? Ha, bor. Shogirdlaringiz bormi? Shogirdlarim bor, komandam bor. Bittasan. Shohid. Ustozingiz. Ustozim kitoblar meni asosan. Ustozlarimdan. YouTube'da ham asosan boshlanishiga. Ustozim deb olmasam ham, lekin haqiqatda kuchli trader bolalar bilan birga savdo qilganman. Rossiyada, Ukrainalik bolalar bor. Ular sizga o'qitib bo'lgan. Ha, shular meni ancha tramplin bo'lgan edi, xullas tepaga chiqishga, plusga savdo qilishga, o'sha foyda qilishga shular sababchi bo'lgan. Shular savdosini ko'rib, psixologiyasini o'rganib, plusga chiqqanman. Tushunarli. Tradingda ertalab turdi odam, savdo qilishni boshlashdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'ziga e'tibor berish kerak. O'zining holatiga e'tibor berish kerak. Emotsional holatiga e'tibor berish kerak. Sovuqqonlik bormi yo'qmi? Emotsiyaga berilgan holatda savdoga kirishni umuman tavsiya qilmayman, chunki aytgandek miya sirazu o'chishni boshlaydi, grafik to'liq ko'rinmaydi. Shuni hisobga keltirib turganda birinchi bo'lib o'ziga inson qarashlik kerak, grafikka qarash kerak yo'q. Yo'qsa Instagramni kavlash kerak, birinchi o'ziga qarab. Masalan, rastashkasini qildi, trenirovkasini qildi ertalabda, tortilib oldi deylik. Shuni ovqat yeb oldi, masalan, dush qilib oldi, muzdek suvda. Zo'r holatga kelgandan keyin miyasi yaxshi ishlagan holatda keyin grafikni ochsa bo'laradi. Grafik hech qayerga qochmaydi. Bu xarakterlar bu savdoga ta'sir qiladimi aka? 100% ta'sir qiladi. Trading deganda o'zi 80%, 90% psixologiyaga to'xtaydi-da. Psixologiyasi chatoq bo'lsa, demak, trading ham yaxshi bo'lmaydi. Savdosi ham yaxshi bo'lmaydi. Psixologiyasi yaxshi bo'lish uchun odam o'ziga yaxshi qarashlik kerak. O'z tradingning ma'nosi nima? Savdo. Savdogar. Onlayn savdogarmi? Onlayn bozorda. Hozirgi kunda nimalardan motivatsiya olyapsiz? Hozirgi kunda faqat o'zim eski qilgan ishlarimdan hozirgi ishlarimni solishtirganimda o'zimni tutishimni, o'zimni o'sishimni qaraganda motivatsiya shunda ko'proq bo'lyapti. Chunki atrofimda yo'q, menda qarab turibman, shu insonga o'xshamoqchiman deb. Borimga shukur qilib yashayman-da. Kechagi kundan ko'ra hozir yaxshiman. Demak, to'g'ri yo'nalishdaman. To'g'ri yo'nalishda. O'zingiz shu oldingi holatingizni ko'rib,
shunga qarab shundan motivatsiya olasiz. Shundan motivatsiya olaman, chunki kechagi kundan ko'ra bugun yaxshiroqmanmi? Xotirjamligim bormi? Sog'lig'im yaxshimi? Yaxshi. Oilam tinchmi? Tinch. Eng zo'r motivatsiyalardan biri shuda. Hozirgi kunda jahlingizni chiqarayotgan narsalar nima? Hozirgi kunda jahlim chiqaradigan narsa bu 200lamachilar jahlim chiqaradi. Masalan, bittasiga bir nima deydi, ikkinchisiga boshqacha informatsiya boradiganlar yoki bo'lmasam keraksiz narsalarni targ'ib qilayotgan insonlar bor. Shunaqa narsalar qaniydir nima deydi bu narsani? Tabiiy emas-da. Ularlar rol o'ynaydiganlar bo'ladi-yu. Maskalilar. Shularga qaniydir achchiq любой insonga kelsa kerak, meniki ko'proq keladi. O'zingizni yomon xarakteringiz bormi? O'ziga yoqmaydigan? Dangasaman. Shu yoqmaydi, dangasaligim bor. Masalan, birorta ish qilishim kerak, lekin ichimdan xohlamayotgan bo'lsa, men masalan haligi dangasalik bo'pti, xo'p, keyinroq qilaman deydigan odamlar bor. Endi iloji boricha yengiyman bu narsani. Yengib hamma inson shaytoni bo'ladi ichida. Yengiyman, lekin baribir ham dangasalik bor menda. Tan olish kerak. Siz safarlarga chiqib turasizmi aka? Ha. Juda ko'p safarlar bo'lganman. Tradingchiga safar qanaqa beradi? Ta'sir qilishimi? Ta'sir. Положительный ta'sir qiladi. Chunki dunyo qarashi kengayadi, stress kamayadi. Endi stress kamaygan sari xotirjamlik qaytishni boshlaydi. Yana mavzuni boshqa qaytadigan boshdagi tema yana xotirjamlik kelganda grafikda yaxshi ko'rinadi. Pluslari ko'p-da. Ham miya yaxshi ishlaydi, stress yo'q, ham chet ellik ko'rinadi, dunyo qarashi kengayadi. Savdosi ham bo'ladi. Dunyo kezish kerak. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Aka, men Moskvaga bordingiz. Nima maqsadda aynan bordingiz? Moskvaga pul topish uchun borilgan. Birinchi qilgan ishingiz buyuk tashuvchi bo'lganman. Meva magazinga ertalab soat 5 da chiqib, 1 soatda shu katta polkamiz bo'lardi. Shu polkaga yuk tashib, yuk terib qo'yishim kerak. Kechki payt 6-7 da xuddi shunday yig'ib, yana skladga olib kirib qo'yishim kerak. Mening vazifam shunday iborat edi. Shundan boshlaganman nimada ishimni Rossiyadan. Yuk tashuvchi bo'lgansiz. Hozirda mana moliyasi yaxshi trading sohada savdo qilib kelyapsiz. Baribir shu eski o'tmish odamga yaqinda aytganingizdek ta'sir qilar ekanda, aytyapsiz, motivatsiyani eski holatimdan olaman deb. Ta'sir qiladi. Yuk tashuvchilik ishdan keyin yana nimalar qilgansiz? Yuk tashuvchilik ishdan keyin qurilishga o'tib ketganman. Qurilishdan ishlar juda yaxshi bo'lmaganda taksilikka o'tganman, taksilik qilib ko'rganman. Taksidan keyin qurilishga o'tganman, o'sha komanda bilan katta qurilishlarni boshlaganmiz. Shu bilan dokumentatsiyaga juda yaxshiman, kompyuterda juda yaxshi ishlayman. Shuni hisobiga yangi yo'nalish o'zim o'ylab topganman shu yerda. Muhojirlarga yordam berish, yuridik yordam berish. Yuristlarim bo'lgan, yuristlarni shartnoma qilganman shu paytda. Va birinchi ofisni ochganman Kursk shahrida. Shu birinchi ofisim yurishni boshlagan. Kuniga 100-200 odamni biz obslujirovать qilardik Kurskdagi ofisda. Shundan keyin Rossiya bo'yicha ofis ochishni boshlaganman. Keyin restoranlar ketgan, kafelar ketgan. Ochilishlar ham bo'lgan. Hozir ham kafelarimiz ishlaydi. Ha, u yerda Rossiyada. Rossiyada bo'lgan. Demak, yaxshi moliyaga erishib bu sohaga kirgansiz. Ha, Grushidan boshlangan ekan Rossiyada. Ha, tradingni boshlanishi Grushidan boshlangan. O'zingiz yo'nalishi bo'yicha yana savol, siz bozorni baymi yoki selga savdo qilasizmi? Menga farqi yo'q. Bayga ham, selga ham. Lekin bilaman, o'zimiz komandada ko'pchilik bolalar bor, ko'pchiliklar bayerlar. Bay ko'proq savdo qiladi, masalan 90% bay savdo qiladiganlar bor, 90% sel savdo qiladiganlar bor. Men shuni neytraldaman. Bayga ham, selga ham savdo qilib yuraman. Lekin ikkalasida ham qilgansiz. Ikkalasida hozirgacha qilib kelyapman. Bay foydalimi, sel foydalimi? Selga bitim ochiladigan bo'lsa tezroq bitim ishlab beradi. Ko'proq holatlarda. Bayda deylik long pozitsiya deymiz endi biz buni. Покупка sal sekinroq bo'lsa ham uzoqroqqa borishi bayga. Siz sohangizga ayollar ham qiziqadimi? Ha, hozirgi holatda ayollar juda ko'payib ketgan, ommalashgan.
sohaligi uchun. Ular savdo qilish uslubi qanaqa? Erkaklardan ko'ra ularga statistika bo'yicha aytib beraman-da. Erkaklardan ko'ra ularga to'g'riroq. Ularda, masalan, erkaklarda deylik 1000 tadan 4-5 tasi chiqadigan bo'lsa, ayollarda 1000 tadan 15-20 tasi chiqadi. Sababini keltirib beraman. Sababi masalan, erkaklar deylik mana 1 2 3 4 qilasan deyilmasdan qonuni bor, masalan, birinchisi pravilasi bor, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Bizda erkaklar qanaqamiz? Birinchini, uchinchini, beshinchini qilib ketishimiz mumkin, orani tashab turib. Tezlashib, tezroq harakat qilgimiz keladi, tezroq natijaga erishishimiz keladi. Tezroq savdo qilamiz. Natijaga tezroq olamiz. Ayollarda bo'lsa, masalan, 1 2 3 4 5 bo'ladigan bo'lsa, ular har bittasini pay-etapni qiladi-da. Qonun bilan qiladi, masalan. Mashina ochasan, shu holatda ochasan, stopini qo'yasan, tekini shu joyda olasan, foydangni. Desa, xuddi shunday qilishadi ko'pincha holatda. Qonun bo'yicha qilishadi. Erkaklar unaqa emasda, shu joyga keldi, stopini ham qo'ymaydi, aslan. Minusini hisob-kitob qilmaydi, mana shu joydan bitta kiraman, bitta olib ketaman degan narsa erkaklarda ko'proq bo'ladi. Ayollardan ko'ra. Dunyo bo'yicha trading sohasida eng ko'p savdo qiladigan hudud Amerika. Amerika. Amerika boshqaradi, xohlamasak. Amerika boshqaradi, lekin yana ham uni moliyavilashtirish, ko'p odam bozor qiladigan hudud Amerika. U ham Amerika. Amerika. Agarda bitta davlat olib qaraydigan bo'lsak, masalan, Qo'shma Shtatlar asosan shu yerda bo'ladi. O'zbekistonda hozir qancha qismi shu yo'nalishda ketyapti? Juda oz qismi. O'zbekiston dunyo miqyosiga agarda qaraydigan bo'lsak, biz o'zi kamchiligimiz. Katta davlatlarga qaraganda, masalan, 35 million, 40 million aholi bo'ladigan bo'lsak, endi kirib keldik bu sohaga. Trading uchun juda hali kam traderlar. Haqiqiy traderlar demoqchiman. Buni ko'paytirish choralari qanaqa? To'g'ri ma'lumot berish, to'g'ri bilim berish, tradingda haqiqatda qanaqa ishlashini tushuntirish insonlarga. Chunki hamma insonga ham yoqmaydi. Bu soha oson emas. Soha juda qiyin, psixologik juda qiyin. Ba'zi bir insonlar undan ko'ra deydi, ko'chaga chiqib boshqa yengilroq biznes qilganim yaxshi deydi-da. Psixologik juda qiyin. Xohlamaslik tan olish kerak buni. Buni o'rgatish uchun hozirda O'zbekistonda murabbiy deydi-yu, masalan, trenerlar yetarlimi? O'qituvchilarimi? O'rgatadiganlar, mentorlar. Men to'g'risi O'zbekistonda kuchli trader, o'rgatadigan traderlarni bilmayman to'g'risi. Natija qilganlari bor. Natijaga erishtirayotganlar bor, lekin ularni o'zlarining oldiga borib ko'rmaganman. Internetda ko'pi 90%, 95% internetda ko'rsatishadi. Buncha pul topdim, bu narsaga erishdim deyishadi, lekin malades, agar rezultat qilgan bo'lsa, omadini bersin, lekin o'zim ko'zimdan ko'rmaganman birortasini, haqiqatda zo'r savdo qilayotgan uzoq muddatdagilarni. Lekin O'zbekistonda ham bor baribir. Trading yo'nalishida, ustoz tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Ustoz tanlashda birinchi bo'lib turib xarakteri tushadigan inson topish kerak. Keyingisi natija qilgan inson topish kerak. Faqat uzoq muddatda natija qilgan inson bo'lish kerak. Xarakteri birinchi o'rinda bo'lish kerak. Chunki odam bilan odam chiqisha olmaydigan bo'lsa, ming kuchli trader bo'lsin, ular kelisha olmaydi. Bilim bo'lisha olmaydi. Ikkinchisi shu yaxshi natijaga erishgan bo'lish kerak. Uchinchisi shu tanlagan insonni haqiqatda xotirjamlik ushlagan holatda, psixologik kuchli inson bo'lish kerak. Opitchi. Opit shuning ichida-da. Shu ikkinchisida masalan tajribasi kuchli inson deganda opit. Qanaqa ustozlardan uzoqlashish kerak? Gapga javob qila olmaydigan insonlardan, ustozlardan. Qanday bilinadi bu? Boshidan bilsa bo'ladi. Narsalarni masalan deylik, bitta gap gapirib, o'sha ikkinchi gapga to'g'ri kelmashi mumkin. Gapi. Yoki bo'lmasam ko'pchilik tradingda nima deb qo'yadi? Bozorni men boshqaraman deydi. Men chizaman, bozor yuradi deydi. Endi to'g'ri, u narsalarga ko'pchilik uchadi. Lekin bozorni hech kim boshqara olmaydi traderlardan. Bozorga qo'shilib yurishimiz mumkin. Lekin bozorni hech kim boshqara olmaydi. Bozorni men boshqaraman deydi. Meni bilimim gapiradi deydi. Shogirdlarga. Oshiqcha gapiraveradiganlar bor-ku. O'zi masalan bir bo'lsa men 10 man deydiganlar bor-da. Shunaqalarni ehtiyot bo'lish kerak. Shu kamtar, sekin natija qilayotgan insonlarga ilashgan to'g'riroq bo'ladi.
Hozir ko'rib turibmiz, ko'p tradingchilar ko'p maqtanchoqqa o'xshaydi-da. Inomarka mashinalar, uylarini ko'rsatadi. Bu yaxshimi? O'zi nima uchun ko'rsatishni bilish kerak-da uni. Masalan, ko'pchilik shu narsaga uchib turib, kursni sotib olishi mumkin, referalkasini o'tishi mumkin-da. To'g'ri ma'noda ishlatish kerak deysiz. To'g'ri ma'noda. Masalan, nima uchun ishlatyapti, nima uchun ko'rsatyapti? Maqsad nima u narsani ko'rsatishda? Agar maqsad odamlardan aldab pulni olib, minus qilishini xohlash bo'ladigan bo'lsa, u noto'g'ri. 100%. Agar haqiqat u narsani ko'rsatib turib, lekin boshlang'ich traderlar o'zlari tutib olinglar, yaxshi yuringlar, unaqa savdo qilmanglar. Jinniga rozi bo'linglar, shukr qilishni bilinglar. Nafs kontrol qilinglar deb yaxshi o'rgatib, shu narsalarni masalan demonstratsiya qilayotgan bo'lsa, demak u to'g'ri yo'nalishda bo'ladi. Asosiy katta va'da berish kerak yo'qda. Masalan, sen hozir $1000 bilan 50 ming qo'rasan, va bitta BMW olasan yoki bo'lmasa bitta yo'q olasan deb boshlash kerak yo'q. $1000 bilan u narsani 10 mingtadan bitta odam qilish mumkin, bo'lsa 1000 odamdan bitta odam qilish mumkin. Qolgan hammasi $1000 minusdan chiqadi. Undan to'g'ri. Bu bozorda nafsni qanday jilolash kerak? Qanaqa uslubda? Shukr ko'proq qilishni bilish kerak-da. Shukr qilishni bilgan inson nafsni ham eplay oladi, kontrol qila oladi. Ozginaga shukr qilib yashashning ham iloji bor-ku, to'g'rimi? Qanchadir topding deylik. Shukr bugun rizqimni oldim deb to'xtatsa bo'ladigan holat o'zi. To'xtatish kerak. Shu joyini bilib olish kerak. Masalan, jinday bo'lsa ham berdi-yu. Qanchadir bo'lsa ham berdi-yu. Olgan taqdirda ham masalan Xudoga shukr bo'pti, ozgina oldi xolos. Deb shunday ham shukr qilish kerak. Yana shu pulimni 10 so'mni 15 so'm qilaman deydiganlar-chi. Endi ularga qiyinroq bo'ladi san. Shukrni bilmaydigan insonga qiyin bo'ladi hozir film hayotda yashashga. Chunki hamma yo'q zo'r bo'lib tursa ham shukr qila olmaydi. Chunki nimadir yetishmagan bo'laradi. Nimadir yetishmayotgandek bo'laradi bu insonlarga. Savollarimizga javob berishiniz uchun rahmat aka. Aynan trading sohani qiziqmoqchi bo'lganlar, qilmoqchi bo'lganlar uchun yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylayman aka. Tashrif uchun rahmat sizga aka. Taklif uchun rahmat uka. Anchacha gapga omad. Keyinchalik ishlariga ham. Podkastimiz kimlargadir foydali bo'lgan bo'lsa juda xursand bo'laman. Ishlarga omad. Rahmat aka. Charchamang, salomat bo'ling. Vaqtingizni olasiz. Bugun vibe boshqa daraja. Anjan chaga. Ritmga tush, eski anjan chaga.